iftor va saharlik uchun issiq va mazali olot somsa xohlaysizmi? Biz siz uchun Voy. Siz ham to'g'risi Rossiyani Vladivostok shahriga bo'lsangiz, xuddi shunaqa olot somsani xohlayapsizmi? Endi buni iloji bor, bu muammo emas. Qorning qilay, ovqatlanasanmi? Rahmat, kapitan. Meniki qorinchida och. Hech narsa bugun yegan yo'q. Meniki uy yo'q. O'rmonda yashaydi. Bu lokatsiyamiz Miskunganskiy 2, stranitsa 7 da joylashgan bo'lib, poyezd yo'ldan o'tganda o'ng qo'lda sariq vagonda o'zimiz buxorolik akalar jay darachasiga qilib kafe ochishgan. Bu joyda olot somsa, tandir somsa va tandir go'shti bilan bemalol mehmon qilishlar mumkin. Siz keling, tatib ko'ring. Bu joyga dam olish joyi juda yaqin bo'lib, mana bu nomerlarga telefon qilsangiz, zakaz qilib qo'ysangiz, bemalol zakasingizni olib dam olishga pastga tushib ketasiz. Bizni dastavkamiz ham mavjud. Telefon qilsangiz biz svязga bo'lamiz. Qani kelib bizni tandir somsa, olot somsa, tandir go'shtlarimizdan yeb mazasini kommentga yozib qoldiring. Hammani kommenti biz uchun qiziq bo'ladi. Hammaga rahmat.